İşlem çıkılmayın. Ağırınız işleydi mi? Bana yoğun abi. Tamam mı? Ağrınki. Hozir nimaga siz ana o'qilyapsiz? Men hayron qolyapman. Qo'yda bizga Yo'q, to'g'ri. qo'yda bizga yo'q. Biz sanalmaymiz-da. Bu raqamimiz nechi? Familiya nechi? Bu Afrika taqmay keldi, ko'rdingizmi mana? Ko'rdingizmi Afrika taqmay kelganini? Ha, bu odam hozir keldi-ku, nima deyapsiz siz? Ko'rdingizmi? Komandir. Ko'rdingizmi? Xavfsizlik kamar taqib tushib kelyapman men. Mana meni guvohim. Iye. Mana guvoh. Bunaqa tuhmat qilmang, komandirsiz, ey. Vibra dedingiz, ana endi xavfsizlik kamari deyapsiz. To'g'rimi? Siz endi xavfsizlik kamariga o'tib olyapsiz. Endi xavfsizlik kamariga o'tib olyapsiz. Nimaga unday qilasiz? Yo, boyma zebra dedingiz. Endi xavfsizlik lekin taqqanman. Ko'zingizni oldida taqib o'tdim, kamerani yoqdim. Shu atrofda kamera bo'lsa yoqdim. Kamerangizda ko'rsating meni xavfsizlik kamari. Ko'rsating siz. Siz hozir ikki xil qoida bu dedingiz, u bo'lmadi, bunga o'tib olyapsiz. Bo'ldi, ketdik, davay, hokimiyatga boramiz. Yo'q. Qasab ketsangiz, 190 bo'ladi. Hokimiyatga boraman men. 190 bo'ladi. Men hokimiyatga boraman. Ketasizmi? 190 bo'ladi. Va meni qoida buzarligim yo'qku. Nima kerak bor komanda? Yo, hozir tuhmatga o'tirdi, ko'rasizmi? Ye. Qochib ketadi-ku, o'ynatilar, men farq Yo, qochib ketayotgan emas. Qochib ketayotgan emas bu. Qayerga qochmadi? Ya, xalqni nima uchun qiynayapsizlar sizlar? Aka, nima keragi bor bu narsani? Men ishdan ko'chiryapman. Ishlashim qoldi. Men ko'chiraman, hokimiyatga boraman, hokimiyatga gaplashaman. Meni ham tanishlarim bor o'zimga yarasha. Daqqa ham mashina haydaganman, bilaman u qoidani. Ha, Rossiyalarda qo'ymaydi deganman. Rossiyalar. Bu nimasiga yo'qotdi shaqlar? Hamma qoida buzadi, hamma narsa qo'ydi. Qanday yo'qotdi? Qanday chaqirasiz? Videoga olyapsan? Ha, video olaysiz. Bo'ldi, olaver, evakuatsiya chaqiraylik. O'sha kapotni ochildimi? Kapotlargacha tikilyapti. Mana endi kapotni tiklashga. Mana kapotda hech qanday qoida buzarlik topilmaganini. Endi kapotda bilmayman nimamizni. Motori bor, motor. O'zingiz borib video qilyapsiz. Aka, men qoida buzganim yo'q-da. Siz nima qilyapsiz? Men hayron qolyapman. A kapotda nima bor? Motori bor, anavi bor, anavi bor. Tamom. Kecha mas'ul texosmetrdan o'tgan 10 kun bo'lyapti. Qonni tekshiruvdan o'tkazib olganman. Asosiy qilib bu. Hozir hech qanday ham olsin. Bo'lsa ular javob beradi texosmetr. Ruslar. Kerak bo'ldi, mana dokumentlarni olib qoldi, menga qarab tur. Dokumentlar olib qoldi, bo'ldi, tamom. Hammasini ham olib qo'ydi. Qoida buzarligim nima bilmayman.